Xo'p. Yangi yil halolmi harommi? Xo'p. Yangi yil agar diniy bayram bo'lsa harom. Diniy bayram emas. Diniy bayram bo'lmasa nima harom? Ya'ni Ya'ni g'ayri din, bizlar islom dinida emas, tamom Alloh taolani mustaqilligi ham islom dinining bayrami emas, kofir bo'ladimi? mustaqillik o'rtaga emas hozir. Yo'q, bayram haqida ketyapti. Yangi o'rtaga o'tdi, yangi javob bering, keyin mustaqillik ham, navbat ham, xizmatga ham qoladi. Bu yo'ldan. Yangi javob bering, qo'ying. Bo'pti, javob beryapmiz. Yangi musulmonlarning, mo'minlarning bayrami. Yo'q. Bayramni qo'shib qo'ydik. Yo'q, musulmonlarning bayrami emas. Yo'q, deng, fakkishimiz kichik jabray qolgan, so'zda qilgan to'g'ri deydi. Siz qarang-da. Yangi yil haromligini, shuna jabray yangi qiladi. Odamlarning yuzini ham, ongni ham, nima qilyapti? Masjidda bo'lyapti, uyda bo'lyapti, nima qiladi odamlar ta'kidlayapti. Siz ilmingiz bormi yo'qmi? Bor, alhamdulillah. Nima o'qigansiz? Qur'ondan qancha o'qigansiz? Qur'ondan qancha o'qigansiz? Qaysi tomondan? Qanday tepadan? Ana, tepadan, o'qigan. Hop, Torit surasini o'qib beringchi, 2 oyatini. Avval bismillah. O'qing. Endi ma'nosini ayting, Toritni. Yo'q, siz menga o'qiyapsiz. Ikkinchisi ma'nosini ayting endi. Toritni ma'nosini. Bizga yetishga hali bor. Unda yangi yil haqida gapirishga ham sizga hali bor. Aslida ozgina aql farosati bor odam musulmon bo'lmasa ham tushunadi ularni bir ahmoqligini. Nima qilib bo'lsa ham g'olib chiqish bahs munozaradan. Biriga salomlarni bir odam chiqib yangi yil haqida so'rayapti. Menga bitta gapni gapiring, gapni aylantirmang dedi. Bu halolmi, harommi dedi. Diniy emas, dunyoviy emas degan gaplarni qo'ying yangi yilda. Qilish halol deng yoki harom deng deyapti. Endi halol deyishga yuzi chidamayapti. Uyalyapti endi, oz-moz uyalyapti. Qanday halol deydi axir? Harom deydisa, hukumatdan qo'rqyapti. Bechora ikkita o'tda orasida qolib ketgan. Shunda qarang, ayni ana shu qadimdan botil ahlining uslubiki, valg'ov fih degani haq ochiq shunday kelib turganda uni burchakka qisib, lag'ovga o'tib ketish, gapni aylantirishga. Aytayaptiki, siz o'zi Qur'on o'qishni bilasizmi yo'qmi deyapti. Haligi odam, qo'ying bu Qur'on o'qishni, men savolimga javob bering, siz menga ayting, Qur'on o'qishni bilasizmi yo'qmi? Ha, bilaman deb o'qib bering masalan, falon surani. O'qib berdi endi. O'qib berganda endi tafsir qilib bering deyapti. Olib qochishni ko'ryapsizmi gapni qarang. Ayni shu aynan valg'ov fih degani. Shunday haq, shunday boltadek bo'ynidan chopib turgan paytida lag'vga o'tib ketish birdaniga qochib. Nima uchun? La'allakum tag'libun, shoyat g'olib kelsam shu bahsda. Ana shu maqsad. Ha, u odam men tafsirni qaydan bilaman desa, endi mana shu joydan ushlab oladi. Unda tafsir qilishni bilmasang, sen nima haqqing bor menga kelib halol haromdan gapirishga? Agar o'sha tafsir qilib bergan taqdirda baribir bu gapidan qolmaydi. Unda bir 10 ta hadis aytib ber deydi. 10 ta hadis aytib bersa, sanad bilan aytib ber deydi. Sanad bilan aytib bersangiz, endi uni sharhlab ber deydi. Sharhlab bersangiz, kim sen sharhlagandek sharhlagan, uni aytib ber deydi. Qarabsizki, siz mavzudan chiqib ketib qolasiz. Unga ayni shu kerak.